Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil yoki avtomobil agregat texnika traktorlaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnika agregatlaringizni YouTube'ga hamda ijtimoiy tarmoqlarga reklama qilib beramiz. Mana endi birinchidan sotiladigan texnikalar bilan tanishsak. Bizni sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Max 140 traktori sotiladi. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2003-yil ishlab chiqarilgan. Traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Texnikamizning zadnimoz korobkalarida shovqini yo'q, motor 1 gram yog' yemaydi. Balonlari yangi, bir kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi $16,000. Yana ham kelishiladigan joyi bor deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizni puliga bilan kerak bo'lsa, puliga bilan ham savdolashaveramiz deb aytib o'tmoqda. Texnikamizning manzili Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. MX 140 balonlar yangi holatda, quyilgani beri hech qancha ishlagani yo'q. Motor hamma narsa yaxshi, ichkari holatlari hamma narsa ishlaydi. Holatlari aytganlari bor. Orqa balonlar ham hali yaxshi, yangi holatda turibdi. Traktor o'zi chiqarilgan, ishlab chiqarilgan 2003-yil. Bu yerda ikki tomonlama pulligi bor buni. Ikki tomonlama pulligi bilan kelishilsa, ikki tomonlama pulligi bilan beriladi. Hamma joyi hech qanaqa defekti yo'q. Hozir qo'shib ko'rsatamiz. Ko'ringaniga traktorda hozir Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning ham markasi Max 140 texnikasi. Bu texnikaning ishlab chiqarilgan yili 2004-yil ishlab chiqarilgan. Texnikaning to'rttala baloni ham yangi, ideal holatda turibdi. Texnikamizning zadnimoz korobkasida shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Bu texnikani olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamiz soz, ideal holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $18,000. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga puliga kerak bo'lsa, puliga ham bor, u bilan ham narxini kelishaveramiz deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. ideal holatda hamma narsasi ishlaydi. Balonlar hali yangi holatda, hech qancha ham ishlamagan. Yiliga keladigan bo'lsak, yili 2004-yil. Hech qanaqa motorda korobkada ish yo'q, hamma narsasi cho'tki. Ishlashlariga javob. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon raqamiga telefon qilsa, kelishib qolganini gaplashib olamiz. Yurgizib ko'rsatib beramiz. Yana bittasi bor. Men hamma joyi yaxshi. Qaysi qiziq bo'lsa
kelishib gaplashib olamiz. Ikkalasidan talab berib. Ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Yumuzi traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 1984-yil ishlab chiqarilgan. Bu texnikaning holati yaxshi. Bu texnikamizning zadnimoz korobkasida shovqini yo'q, bir kalitda zavalit bo'ladi. Texnikamizga qo'shimcha agregat puliga borini ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 35 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaning manzili Qashqadaryo viloyatida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sotsiyada bo'lgan pagorchigimiz sotiladi. Bu texnikamizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Ishlab chiqarilgan yili 2019-yil ishlab chiqarilgan. 6200 soat ishlagan. Deyarli yangidek turibdi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi $17,000, yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Texnikamizning manzili Angarin shahrida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Qudra! Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Qashqadaryo viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ82.1 traktori. Bu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 2022-yil ishlab chiqarilgan. Texnikaning hech qayeri ochilmagan. 2100 soat ishlagan. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 265 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Nurobod tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi TTZ80.10 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2005-yil ishlab chiqarilgan. Traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Motori 1 gram yog' yemaydi, zadnimoz korobkasida deyarli shovqini yo'q. Bir kalitda zavolit bo'ladi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz.
Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Xudo xohlasa mana apparatlarimiz ishga tayyor. Xudo xohlasa endi qaylash jarayonlarini ham bir ko'rsatamiz, ko'rasizlar. Xudo xohlasa. Mana ushlab turingchi. Xohlasa ishga tayyor.